Xo'p, savollar ko'rib beraman. Birdaniga 3 ta mavzudan. Syulitlar mexanikasiga tegishli 42-mavzu. Bosim va Paskal qonuni. 10, 18, 20-savollar. 10-savol. Birga yechamiz savollar. Massasi 8 kg bo'lgan, yuzi 8 metr kvadrat bo'lgan gilam polga qanday bosim beradi deyapti. Mana gilam yuzasi qancha bo'lsa, polga tegib turgan yuzasi ham shu bo'ladi. Ha, polda mana xona bo'lishi mumkin, to'g'ri, mana xona. Lekin xonani mana bu joyiga to'shalgan deb aytamiz gilam. Tushunarli? Tegib turgan joyiga bosim beriladi. Buni massasi nima ekan? 4 kg. 4 kg, yuzasi 8 metr kvadrat. Juda oson. Bu gilam polga og'irlik kuchi bilan bosim ko'rsatadi. G ga teng. Ya'ni bosim qanday aniqlanadi? F taqsim S deysizlar, mj taqsim S deysizlar, javob chiqdi. Massaga 4 qo'yamiz, G ga 10 qo'yamiz, S ga 8 qo'yamiz. 5 Paskal ekan. Tushunarli? Oson. Atay oson misoldan boshlaymiz birinchisini. Formulani takrorlash uchun 18-savol. 18-savolda ko'chmas blok yordamida eksi tomonga yuk ilib qo'yibdi. Yo'qa, M1 5 kg, bu tomonga M2 1 kg. Mana bosib turgan joyi bo'ladi-da shunda. Mana shu bosib turgan yuzasi berilyapti. S teng 0,4 metr kvadrat. 5 kg bosib turadi. 1 kg emas. Chunki 5 kg og'ir 1 kg da. To'g'rimi? Lekin 5 kg qo'yib ishlanadimi? Mana bunga o'xshab degan savol tug'iladi. Unaqa emas. Chunki 1 kilosi naryoqdan topib turibdimi? 5 dan 1 dayab tashlaysizlar-da. Tushunarli? Ideya qanaqa? Mana shu formula o'zi bo'ladi. Og'irlik kuchi yoki mana boshqacharoq tushuntirsam bo'ladi. Qaranglar, qanday tushuntiraman. Qarangni kuchi, og'irlik kuchi, hozir sarayning kuchi og'irlik kuchiga teng. Chunki bu qo'zg'almas joyida turibdi, harakat qilayotgani yo'q. M2 massaj. M1 massaj jismdan ham tarangni kuchi arqon bormi? Mana bu nima? Reaksiya kuchi, og'irlik kuchi. Mana shu reaksiya kuchi bosib turgan bo'ladi. Chunki reaksiya kuchi jism og'irligi deb o'rgatdim. Eslanglar? O'rgatdim. Jism og'irligi, jism bosim kuchi deb o'rgatdim. F og'irlik. Shunda qaranglar. Reaksiya kuchi bilan taranglik kuchini yig'indisi og'irlik kuchiga teng. Reaksiya kuchi shundan nima teng bo'ladi? Birinchi jismning og'irlik kuchi P1 minus T ga teng. Mana bu yerda T nimaga teng? M P2 ga teng. Shunda M2J bo'ladi, to'g'rimi? Bunga M2J, bunga M1J olib kelib qo'ysam, endi nima bo'lib qoladi? M1 minus M2 ko'paygan J bo'ladi. Mana shu kuch bilan bosib turibdi-da. Reaksiya kuchi bilan bosib turibdi. Chunki mana bu jism qancha kuch bilan bossa, tekislik shuncha kuch bilan javob qaytaradi. Shuncha reaksiya kuchi bilan javob qaytaradi. Reaksiya kuchida shuni aytadi. Qancha qattiq ursalar, shuncha reaksiya olasizlar. Devorga. Tushunarlimi? Xuddi shunaqa. Bu qancha bosim kuchi bilan bosib tursa, shuncha reaksiya kuchi javob qaytaradi deydi. F o'rniga reaksiya kuchi ishlatiladi. Reaksiya kuchimiz nima bo'lib qoldi? Massalar ayirmasi ko'paygan J bo'lingan S bo'lib qoldi. Endi buni aql isbotlamash kerak, to'g'risi.
Bu yoqdan 5 kilogramm, bu yoqdan 1 kilogramm ekan. Mana 5 kilogrammni 1 kilogrammi xullas 1 kilogramm mana 5 kilogramm bittaga minus qilib beradi deysizlar. 1 kilogrammga minus qilib beradi. Shunda 4 kilogramm qoldi deb aytasizlar. Tushunarlimi? Shunda mana bu yerda 4 kilogramm deb turib 4 deb hisoblaysizlar. Shunda 5 minus 1 ko'paygan 10 yuzasi 0,4 mi? 10. 40 taqsim 0,4. Necha bu? 100. 100 Pascal bo'ladi. To'g'rimi? Bolalar, undan ko'ra 4 ko'paygan 10 deb sirasi solib ketaveradi. Bu yoqda 5 kilo, bu yoqda 1 kilo. O'sha yaxshi. Sal o'zlaringdan ham kreativ fikrlaylarda, bunday fizikaning ichiga kirib ketaversalar, qiynashib ketadi bir xilda. Bir xilda sal soddaroq fikrlash kerak. Xo'p, 18-savol ketdi, 20-savol. Savol ham xuddi shunaqa yechiladi. Mana qiya tekislikda jism turibdi ekan. 90 gradus. Tomoni kub ekan. Kub shaklidagi jism bu. Hamma tomoni shunday 2. Hamma tomoni 2 ga teng bo'ladi. A ga teng. A 2 ga teng. Mana bosimni toping deyapti. Qiya tekislikka ta'sir ko'rsatayotgan bosim. Qiya tekislikka ta'sir ko'rsatayotgan bosimi reaksiya kuchi orqali aniqlanadi. Reaksiya kuchi qaysi kuchga teng? Og'irlik kuchini qaysi tashkil etuvchisiga teng bo'ladi? P y ga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Mana alfa bo'lsa, bu yoq alfa edi, mana P mg ga teng. P na P y ga bu P x reaksiya kuchi P y ga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Shunda mana qaranglar, bosim hech bo'lmasa bosim tagiga mana chiziqcha qilib qo'yib, buni og'irlik kuchi bilan adashmanglar. Reaksiya kuchi yoki kela og'irlik kuchini F deb ketdi. F y F x bo'ladi. Bosim reaksiya kuchi bo'lingan nima? Yuza orqali aniqlanadi. Yuzasi nima? Tagida tegib turgan yuzasi kim aytadi? Yuzasini? Nima? Nima bo'ladi yuzasi? Mana kub chizdim. Kubni yuzasini. A ning 4-sini? A kvadrati. Qattiq oling, to'g'ri? Xayolga ketib oldi. Sizda xayolga o'char ovozingni ovoziga urmaydi. O'shanaqa gap bo'ldi senga aytmoqchi. Bo'pti. A kvadrati reaksiya kuchi P y ga teng, F y ga teng. F y nima ayting? Burchakka yopishgan bo'lgani uchun kosinus alfa. F ko'paygan kosinus alfa. Bo'lingan A kvadrat bo'ladi. Tushunarlimi? Tushunyapsizlar? Qaranglar. F mg ga teng? Mg ga teng. Mg kosinus alfa taqsim A kvadrat degan formula qoldi. Tomoni 2 metr deb bergan kubni, juda katta kub ekan. Bu yerda alfa 53 gradus deb bergan. Hisoblik bo'ldi tomon. Qolgan narsalar massasi og'irligi berilgan ekan. O'zi og'irligi berilgan ekan. F. Mana F berilgan ekan. Mg deb o'tirmaymiz, massasi berilmagan ekan. Og'irligi 20 newton deb berilgan ekan. Tushunarli? Tushunmadim. Men yozmay qoldim. 20 newton. 20 newton olib kelib qo'yaman. Kosinus 53 0 6 ga teng. A kvadrat 4. 20 ni 4 ga bo'lsam 5, 5 ni 6 ga ko'paytirsam 3 chiqadi. 3 Pascal ekan beradigan bosim. B javob. Tushunarli? 42-mavzuni ishlab tugatdim. Endi 43-mavzu. Hozir 17 dan ko'rib bera olmaysizmi? Endi 43-mavzu.
O'zing ishlaysan o'ynaydi. Ishlash harakati qildi. O'zing ishlaysan. Xo'p, 43-mavzudan 8-savol. Balandligi 40 metr. Bo'lgan suv ustunining bosimini toping deyapti. Suvning zichligi ming kilogramm taqsim metr kub. Yozmasam bo'lardi buni. Mayli, zichligini. Bosimini toping, kilopascal, pascal, kilopascalda. 40 metr balandlikdagi suyuqlik bosimini toping. Suyuqlik ustunining bosimining formulasi mana ρ h. O'rniga qo'yamiz chiqadi. 10 ning kubi j 10 ga teng, h 40 ga teng. 40 ko'paygan 14-chi. mayli, 14-chisi bo'ladi. Kilopaskalda so'rayapti. 40 ko'paygan 10. 15-chisi qo'yamiz. Yo, shoshilma. 40 ko'paygan 10 400 bo'ladi. Mana bu kilo bo'ladi, keyin paskal bo'ladi. Tushundingmi? 400 kilopascal bu javob. Javob. Esmaga deymiz-da. 17-savol. On 17-savolda parallelogram shaklidagi idish berilgan ekan. Mana bu yerda 30 gradus ekan. Suyuqlik solingan ekan. Mana bunaqa qiyshiq akvarium deb tasavvur qilaverasizlar. Mana bunaqasiga nima berilgan? 10 cm deb beryapti. Tomonidek mana A. Bu yog'i B bo'ladi. Bu yog'i B bo'ladi, bu yog'i nima bo'ladi? A bo'ladi. Tushunlaring? Parallelogram shaklidagi. Suyuqlikning idish tubiga beradigan bosimni toping deyapti. Suyuqlik zichligi 1000 ga teng. Ichida suv bor deb aytgan. Balandligini topishimiz kerak, mana balandligini. Tushunlaringmi? Xo'p. Keling, mana shuni boshidan chizib olaylik, mana bu yerda. Balandligi h. Endi uchburchak hosil bo'lib qoladi. Bu yoq 30 bo'lgandan keyin bu yoq ham 30 bo'ladi. Bu yog'i 150 bo'ladi. Bu tomoni 150 bo'ladi. Mana bu tomon 30, bu parallel chiziqlar. Ikkita parallel chiziqda 3-chiziq kesib o'tyapti. Alfa bo'ladi. Mayli. H ni A ga nisbat aytib o'ringlar. Nima? H ko'zing salqin. A ko'zing salqin bo'ladi. Ey. Mana shu burchak uchun H ni A ga nisbat. Mana bu yerdan bu yergacha A. Burchak qarshisidagi katetni gipotenuzaga nisbat. Sinus alfa, sinus 30. H nima bo'ldi? A ko'paygan sinus 30. 1/2 mi? Bo'ldi. Bosim qanday topiladi? Rho j h topiladi. Rho j h o'rniga nima qo'yamiz? A taqsim 2 qo'yamiz bo'ldi. Tushunarlimi? Shularga o'zlaringiz hisob qo'yasizlar qolgan? Mayli. 1000 ko'paygan 10 ko'paygan A nechi deb berildi? Santimetr 10 santimetr. 10 santimetr 0,1 metr deganimi? Bo'lingan x ham bor. Bo'linib ketadi. 1002 ga bo'lsak 500. 500 paskal bosim bilan bosar ekan. Shunaqa idish bo'lsa, parallelogram shaklda 30 gradusga qiyshaygan. Xo'p, 21-savol. Ya 23-savol. 20? 21 yozganman. 21 tushuntirmoqchi edimda men. Yozmayapman. Lekin mana bu yerda yozib 21-savol.
Bo'ldi. Kattaroq chizamiz. Xo'p. Xullas, chizma uchunlarga Nima bor uchun? suyuqlik bor. Vaza shaklidagi idish. Tushunarli? Agar suyuqlikning idish tubiga beradigan bosimi 40 paskal bo'lsa, yarmini to'kib tashlasak, necha paskal bo'ladi deyapti. Qolgan suyuqlikni xullas, yarim to'ktirsalar yarim qoladi suyuqlikni. To'g'rimi? O'sha yarimini necha paskal bo'ladi deyapti. Keyin mana nomiga ingichka qilib chizib chiqay. Suyuqlikni mana ichidagi katakchalar bo'yicha, hajmini ichidagi katakchalar bo'yicha sanab aytasizlar-da. Ichida nechta katak bor? Nima bor? Hajmni kataklar bo'yicha aniqlab aytasizlar. 10 ta. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta butun katak bor. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta yarim katak bor. 7 ta butun katak bor, 6 ta yarim katak bor. 10 ta katak bo'larmi shunda ichida? To'g'rimi? 10 ta katak bo'lsa, suyuqlikning yarmi tushunyapsizlar? Idishning ichi 10 ta katakdan iborat. Yarim suyuqlik to'kilib ketsa, nechta katak to'kilib ketadi? 5 ta. 5 tasi to'kilib ketadi. Shunda 5 tasini men hisoblaysizlar. 1, 2, 3. Mana bu ikkalasi 4 ga yuradi. Bu ikkalasi 5 ga yuradi. Shunda suyuqlik mana bu yerda o'qib qolam. Avval bu yoqda edi. Balandligi h1. Har bitta katakda balandligini x desa nechaga teng bo'ladi h1? 12 mi? Katak sanovi 5x mi? 5x ku, mana 5 ta katak. h1 5x ga teng. Keyin suyuqlikni balandligi bu yoqda bo'lib qoldi. h2 2,5x mi? Ha, 2. ikkita katak-ku. Katak sanovi yapsizlar, nima bo'ladi? Xo'p, keyingi bosimi keyingi balandligi bo'yicha aniqlanadi. Avvalgi bosimi avvalgi balandligi bo'yicha aniqlanadi. Tushunarlimi? Tushuntira oldimmi? H balandligidagi suyuqlikni, H1 balandligida bo'lganda suyuqlik bosimi P1 bo'ldi deysizlar. H2 bo'lib qo'ygandan keyin bosim P2 bo'ldi deysizlar. Hozir bizdan misolda mana bu narsani so'rayapti. P2 so'roq nechiga teng? Juda ham oson topish. P2 ni P1 ga shunchaki bo'lib yuborasizlar. P2 roj H2 P1 roj H1. Rojlar qisqarib ketadi. H2 taqsim H1 qoladi. H2 ni o'rniga 2x qo'yasizlar. H1 o'rniga 5x qo'yasizlar. Mana x nechaga teng bo'lishi qiziq yo'q bizga. Просто x ni belgilab oldim. Qisqarib ketadi, nechaga teng bo'lsa ham qiziq yo'q. 2 taqsim 5 0 4 ga teng bo'ladi. P2 teng 0 ko'paygan P1 ekan. Tushunarlimi? P2 teng. Tushuntira oldimmi? 0 ko'paygan P1 bosim berilyapti 40 paskal.
40 paskal 0 ko'paygan 40 paskal 16 paskal. Qaysi javob? Tushunarli? B javob. Xo'p, 21 ketdi, 23. 23 ni sig'dirishga harakat qilamiz mana shu yerga. Birinchi idish. Ikkinchi idish. Uchinchi idish. 3 ta idish nima qilyapti? Tegib turibdi pastga. Idishlar ichida suyuqlik bor deysizlarmi? Xullasda balandligi bir xil bo'lgan idish ichiga suv to'ldirilgan. Shunaqa deyapti. Idish tubiga ta'sir ko'rsatadigan bosim kuchlarini solishtiring deyapti. Kuchlar haqida gap ketyapti. Qaysi katta, qaysi kichkina deb aytyapti. Mana bu yerdagi yuza bolalar S 1 ga teng, tegib turgan yuza. Suyuqlikni va tekislikka tegib turgan yuzasi. S 1 ga teng, birinchi idish bo'yicha. Ikkinchi idish bo'yicha suyuqlikni tegib turgan joyi S2 yuza. Uchinchisi bo'yicha tegib turgan joyi S3 yuza. Qaysi eng katta? Misolni shartida aytib qo'yganmiz. S3 eng katta deb. Tushunarli? Endi gapni eshitinglar. Hamma suyuqlikni balandligi bir xilmi? Ha? Bir xilmi? Bir xil. Idish tubiga ta'sir ko'rsatadigan bosimlar bir bo'ladi hammasi. P1, P2, P3 desak. Bir xil bo'ladi. Nega? Nega bir xil bo'ladi? Chunki hammasi ro'ji qashqi topiladi. Tushunarlimi? Hammasi ichida suv bor deyapti. Ro'ga teng, balandligi qashga teng, hammasi bir xil. Bosim kuchini so'rayapti. Bosim nima emas? Bosim kuchini so'rayapti. Bosim nima? Bosim kuchi bo'lingan yuza mexanik. Bir deb yozib chiqasizlarda F1 nima bo'lib qoladi? M1 J H bo'ladi. Nima deyapsan? Bu bosim bu. Og'irlik kuchi emas bu. Paskal birligi. P1 ko'paygan S1 bo'ladi. Bosimlar bir xil ekanda yuzasi kattasi kuchi katta bo'ladi. Bo'ldi, tamom. Tushunyapsizlar? Mana yozib chiqishlari mumkin qolasizlar. RJ HS1 ha? Keyin RJ HS2, RJ HS3 deb. Tushunarlimi? Agar mana matematik daskanalni isbotlayman desalaring, S1 nimaga teng shu yerda? S1 F1 bo'lingan RJ H bo'ladi. Mana bu yerga olib kelib qo'yasizlar S1 o'rniga. S3 katta, S2 katta, S1 desa, bir xilda mana shu daskanalni isbotlashga to'g'ri kelib qoladi. Bir xil imtihonlarda-da. Qaysidir institutlarga topshirganlarga. Nima qilasizlar? S1 topish uchun F1 bo'lingan RJ H deb yozasizlar. S3 topish uchun ham xuddi shunaqa qilasizlar. F3 bo'lingan RJ H katta, F2 bo'lingan RJ H katta, F1 bo'lingan RJ H bo'lyapti. Hammasini RJ H ga ko'paytirib olsam, qisqarib ketadi tengsizlikda. Shunda F3 katta, F2 katta, F bo'lib qoladi. Bundan ko'ra mana bunday fikrlab qo'ya qo'yinglar, qaranglar bolalar. Sizlar sal boshlaring achitdimi? Shunaqa deb. Mana, bosimlar bir xil bo'lyapti. To'g'rimi? Bir xil bo'lyapti. Mana bir xil bo'lyapti bosimlar. Bir xil bo'lyapti.
Nega bir xil bo'lyapti? Chunki hammasining suyuqliklari r'ga teng, balandliklari hga teng. F teng PS bo'lyapti. P ni tashib yuborasizlar, konstanta son bo'lib qoladi bu. Formuladan konstanta narsa tashib ketsa, F S ga proporsional bo'lib qoladi. F S ga proporsional degani yuzalar bo'yicha qanaqa munosabat bo'lsa, kuchlar bo'yicha ham xuddi shunaqa munosabat o'rinli degani. Tushunarlimi? F3 katta, F2 katta, F1 degan. Tushunarli? Shu. Paymonang to'ldimi? Ha? Paymonang to'ldimi? Uyga borib ozgina Instagramga kiritdi. Ha? Ozgina madaniy qo'rqib olib uyga bordi. Ishlab kelgan. Men bilmayman, ishlab kelasizlar deganman. Bilasan-a? Kelgan. Bir narsa bahonalab o'ylab topmang. Xo'p. 30. Iloji boricha to'g'ri javob berishga harakat qilinglar. Noto'g'ri javob bersalar xafa bo'lmaymiz. Suv quyilgan chelak yuqoriga mana shunaqa savollar bor-da. Qaranglar, mana chelak ichiga suv quyilibdi. Mana suv quyilgan ichiga. A tezlanishidan chelak tepaga chiqyapti ekan. 2 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan. Qachon shunaqa bo'ladi? Arqon bilan tortganimizda tepaga. To'g'ri? Taraniy kuch hosil bo'ladi yerda. Ha. Shunda mana bunaqa bo'lyapti. Qaranglar. Balandligi berilyapti 30 sm. Mana shu quyilgan joyi. 30 sm, 0,3 metr bo'ladi, to'g'rimi? 0,3 metr. Idishning tubiga beradigan bosimini toping deyapti. P bosim so'roq. Qanday topiladi? Yana o'sha gap reaksiya kuchi bilan aniqlanadi. Bu ham massali suyuqlik-ku. Chelak tubini bosadimi? Chelak tubini bosgandan keyin nima qiladi? Reaksiya kuchi bilan javob qaytaradi. Chelak tubi tekislik-ku. Mana bu og'irlik kuchi F teng mg. Bitta bosimini toping deb bu yoqdan yozib qo'ying. Bu bosim bolalar. P. Og'irlik kuchi emas. Og'irlik kuchi F teng. Undan tashqari taraniy kuchi bor. Xullas, mana shu taraniy kuchi ta'sirida yuqoriga ko'tarilyapti deb aytiladi. Taraniy kuchi bilan reaksiya kuchining yig'indisi F teng. F teng-a? Shunaqami? Taraniy kuchi bilan reaksiya kuchining yig'indisi F teng. F teng, shunaqa. Ya mayli, buni qo'yinglar-da. Bunday qilamiz. Yuqoriga lift tezlanishi bilan ko'tarilgan paytda jism vazni qanday bo'lib qoladi? M ko'paygan J plus A bo'lib qoladi. Bo'ldi, o'shani qo'ysizlar chiqadi. F taqsim S M ko'paygan J plus A taqsim S bo'ladi mana. Bu to'g'ri formulani qaytadan isbotlab o'ramiz. Rho J plus A taqsim S. Jismga tegishli gravitatsiya o'zgaradi-da. J tezlanish bilan gravitatsiya ta'sirida emas, J plus A tezlanish bo'lib qoladi gravitatsiya. Ammo F v S hmi? Yuza silindr shaklida deyverasizlar. S h J plus A bo'lingan S. S'lar yana qisqaradi. Nima bo'lib qoladi? Mana shunaqa formula bor edi. 12 ko'paytirilgan 12. Tushunarli?
Shunga qo'yasizlar chiqadi. Hozir mana kuch demakda, tag'in kuchi hozir adashib ketamiz. O'zim uchun savqol adashib ketishimga. Kelishdiki, o'sha bekorga jism vazni mavzusini o'tmaymiz-da, jism vazni o'zgaradi deb. Bor edi o'sha formula. Mana P harfini belgilagandik to'g'ri, endi F deb turadi. Liftda jism vazni qanaqa edi? J plus minus A. To'g'ri? Lift tepaga tezlanuvchan harakat qilsa J plus A, pastga tezlanuvchan harakat qilsa J minus A edi. O'shani naqd yechib ko'tarasizlar. Lift tepaga chelakni olib tushib ketsa, chelakni idish tubiga beradigan bosim formulasi mana ρ h ko'paygan J plus A bo'ladi. Tushunarli? Bu ketdi. Qaranglar, bekor mana shundan kelyapti hammasi. O'tang tafsilotlar. Isbot. Isbotlash uchun, ya'ni hamma misollarda isbotlanishdagi formulani mana bu yoqdan chiqib kelyapti. Tushunarlimi? Hamma formulalar manbai, qarang, mana bunaqa formula chiqib qolyapti. Sharoitga qarab shunaqa bo'lib ketaveradi-da. Mana shunaqa. Xo'p, 37. Mana bunaqa deyapti 37. Qanday shart bajarilganda suyuqlikning silindr idish tubiga beradigan bosim kuchi yon sirtiga beradigan bosim kuchiga teng bo'ladi deyapti. Mana silindr desa, silindr chizib olasizlar, cho'chimasdan. Yer radiusdagi silindr. Asosiy yuzasi S. F kuch bilan bosim bosadi asosini. Tubini bosyapti-da, ya'ni tubini bosyapti. Undan tashqari yoni bormi? Yoni. Buni qirqsalaring, yoni mana bunday to'g'richa bo'lib qoladi. To'g'rimi? Bu yon sirti. Hozir o'rgataman sizlarga yon sirtisini topishni. Qaranglar. Mana bu nima mana bu? Asos? Yuzami? Qizil qilib chizayotgan joy. Yo'q. Doira. Mayli, o'sha doira to'g'ri. Aylana uzunligimi? Nima ayting? 2 pi r-ga teng. To'g'rimi? Silindr qanday yasaladi? Mana qandaydir uzunlikdagi qandaydir kenglikka ega bo'lgan to'g'ri burchak. Shuni mana bunday burasan silindrga aylanadi. To'g'rimi? Aylanadimi? Aylanadi. Endi qaychi bilan bunday qirqib tashlasam, yana o'z holiga qaytib keladi. Liboy narsa shunaqa. Tushunyapsizlar? Shunda to'g'ri burchakning kengligi L ekanda mana bu. Tushunarlimi? Mana aylanani uzunligi ekan. Mana bu joyi nima? H. Bu to'g'ri burchakmi? Yon sirti qanaqa topiladi? L ko'paygan H topiladi. Tushunarlimi? L 2 pi r ga teng, aylana uzunligi 2 pi r H bo'ladi. Shunda mana bunaqa bo'lyapti. Ichi aylana bo'lsa, yon yuzasiga bosim beradi. Suyuqlik nima edi u? ρ j h taqsim 2 edi. Tubiga beradigan bosimi nima edi? ρ j h edi. H edi. ρ j h edi. Tubiga beradigan bosim formulasiga ko'ra, mana bosim formulasiga ko'ra F bo'lingan S, F nima teng? Bosim ko'paygan yuzami tubiga beradigan bosim topishni nima qilish kerak? Tubiga beradigan bosim kuchini topish uchun tubiga beradigan bosimini nima qilasizlar? Asosiy yuzaga ko'paytirasizlar. Mana bu asosiy yuzaki
Ha? Asosiy yuzasi silindr. Tubiga beradigan bosimi nima bo'lyapti? Rj h. To'g'rimi? Formula shuni chiqardik-ku, suyuqlik ustunining bosimi. Asosiy yuzaning bosimi pr kvadrat bo'ladi. Tushunarlimi? Yon yuzasiga beradigan bosim kuchini so'rayapti. Mana shu yon yuzasiga. Xullas. Strelkalar ham bosim, ham kuch deb tasavvur qilasiz. Yon yuzasiga beradigan bosimi metga F yon deb yozsak, metga ham P yon deb yozasizlar, bu yerda ham yon yuza bo'ladi. Tushunarlimi indeksida? Shunda P yon bosim va yon yuza. Yon sirtini yuzasi deysizlarmi? Xo'p, mayli. P yon formulasi yon tomonga beradigan fizika nuqtai nazaridan Rj h taqsim 2 geometrik nuqtai nazaridan yon sirtini yuzasi 2pr h. Misol shartida mana bu narsani beryapti. Yon yuzasiga beradigan bosim bilan tubiga beradigan bosimni teng bo'lish uchun qanaqa shart bajarilishi kerak deyapti. Tushunarlimi? Qanaqa shart bajarilishini bilish uchun shu ikkita bosim kuchlarini tenglashimiz kerak. Tenglaymiz. Qaytadan yozamiz, erinmaymiz. Tubiga beradigan formulasini chiqdi va ko'chiramiz. H pi r kvadrat yon yuzasiga beradigan bosimni olib kelamiz. Mana ikkilar ketadi. Ketiblar ekan. Rj h pi r h. Rj h ketadi. Pi bilan pi ham ketadi. R kvadratda bitta r bilan bu tomondagi r ketadi. Bu nima degan? R teng h chiqib qoldi. Bu nima degan? Mana bu radius kichkina r bo'lib qoldi menda bu yoqda. Mana kattaroq qilib qo'yamiz o'chib. Mana shu radius balandlikka teng bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Shu idish asosining yuzasining radiusi silindrning balandligiga teng bo'lsa, yon yuzasiga beradigan bilan asosiy yuzaga beradigan bosim kuchlari teng bo'lar ekan. Endi bu qiyin savol edi, haqiqatan ham. O'zim ishlab berdim. Bilishchalik savolda. 39 qoldi bitta. 39. Ya, ikkita misol qoldi. Bu yoqda bitta misol, bu yoqda ikkita misol. Eng qiyinlarni ko'rib beryapman. Tushunyapsizlarmi chiqib? Harakat qilinglar. Tushunmasam, tushundim deb o'ylaydilar. Xo'p. 40 39. Savol. Agar suvning idish tubiga beradigan bosim kerosinga beradigan bosimidan 2 marta katta bo'lsa, suv ustuni balandligi kerosin balandligi. Xullas, mana bunaqa deyapti-da. Suv mana bu suv bor. Bu nima? Suv balandligi. Mana bu yerga suv shunda bosim ko'rsatadimi? Nima ayting? R suv J H suv bo'ladi, to'g'rimi? Endi nima bu yerda? Kerosin bor. R kerosin, o'sha bosim 2 marta katta deyapti. P kerosin balandlik kerosinga tegishli, to'g'rimi? R kerosin J H kerosin deysizlar. Misolda mana bu narsani beryapti. Suvni ta'sir ko'rsatadigan bosim idish tubiga. Kerosinni ta'sir ko'rsatadigan bosimidan 2 marta katta deyapti. Nima so'ralyapti? Balandliklari
nisbati nima bo'ladi deyapti. Tushunarlimi? Nima qilasizlar? P suv, R suv, J, H suv olib kelasizlarmi yerga? R suv, J, H suv 2 ko'paygan R kerosin, J, H kerosin. Mana qilsak ekan, H suv, H kerosin nisbati H suv va H kerosin nisbati 2 ta R kerosin bo'lingan R suv nisbati. Kerosin zichligi 8 deb berilganmi-da? Berilgan misolda. Kerosinlik 800, suvniki 1000. Kerosinlik 800, 16 ekan siz. suvniki 1000. Adashdim. 16 ekan. Biri 6 chiqadi. 16 bo'lingan 10. Biri 6 marta ekan balandliklari nisbati. Tushunarli? O'ttiz to'qqiz ketdi. 41-mavzudan 7-savol. Ya 44-mavzudan 7-savol. Ko'zimga 41 ko'rindi. Boya chizgan kerosin suv zerikadi. Xullas. Qaranglar. 7-savol. 3 ta suyuqlik ekanda. Ametda bo'yab qo'yaman buni. Simop bu. Simop. Bu yoqda suv. Suv. Yuzalari bir xil. S. Mana bu yerda balandligi berilyapti. Necha? H1 desam teng 68 sm. 0.68 metr bo'ladi, to'g'ri. Kerosin balandligi so'rayapti. Mana bu yerda kerosin bor deymiz, buni dumaloqcha suyuqlik qilamiz. Ro H Ro J H. Qaranglar. Boya tutash idishlarda mana bu yoqda suv bor va shunaqaroq chizdim, to'g'rimi? Mayli, bitta liniya turibdi-ku bu yerda. Cho'chimaysizlar-da. Mana bunaqa ish qo'yasizlar. Xuddi o'shanaqa qilib ishlayotgansizlar. R1. Chunki mana bu yerdagi bosim P1, bu yerdagi bosim P2. P1 nima ayting shu yerdagi bosim? Suvni bosimiga ayting. R suv, J, H suv. Mana bu yerdagi bosim nima bosimi? Faqat mana shu kerosinni bosimi. R kerosin, J, H kerosin. Shu ikkita bosim tenglasalaring to'g'rimi? Suv deb yozagan. Kerosin. H kerosin suv. Xullas H kerosin teng R suyuqlik, H suyuqlik bo'lingan R kerosin. Bo'ldi, tamom. Tugadi. R suv zichligi 1000 kerosinki necha bergan? 800. To'xtang. Qara. 7-sini 7 ga bermagan siz. kerosinga bermagan. Siz hali tepadagi qo'yavermaysiz. Tepada kerosin misolda bergan. Yo'q. Bundan 0.8 bergan. 800 da. Bundan oldin kerosin bo'ldi ishlaganimiz. 8 dan. Qo'yib olsa bo'ladi. Simok suvni balandligi 68. 0.68 mayli. 0.68. Ikkita 0 ketadi, ikkita 0 ketadi. So'z mana 68 ko'paytirgan bo'lsa -1 qilsangiz. Nima deyapsan? Kerak emas unaqa.
68 ga bo'lamiz, bo'ldimi? Bo'linadi. Nechiqa? 8 kir 8 60 8 butun 5 chiqadi. Nol 80. Nol butun mingdan 608 ni 8 ga bo'laman shunda. 0 85 chiqadi. yana bitta nol. Yo'q, 10 ga ko'paytirib olaman. 10. Shunda necha edi? 0.85 metr bo'lishi kerak. 85 santimetr deganim bu. B javob. Xo'p, bu yoqqa sig'dirishga harakat qilamiz 9 da. 9 haqiqatan eng qiyin ichida. Yuzalari bittasi 10 santimetr kvadrat ekan. Ikkinchisi yuzasi 5 santimetr kvadrat ekan. Ana yuzasi. U simob idish. Simob qo'yilgan ekan. Xo'p, qanday mana e'tibordan chizay, mana simob qo'yilgan ekan. Shuni dumaloqcha qilaydi bolalar. Mana simob. Mana tutash idish qoidasi bo'yicha ikki tomonga bir xil suyuqlik quyilsa, bir xil balandlikka ega bo'ladi degani shu. Xolos bitta tomondan quysa ham bo'ladi, unda o'zi to'g'rilab oladi. Shayton o'rayin degani shu bo'ladi. Shuna deding boya? Mana shayton topa olmay qolsa, shunaqa qilib shayton yasasa bo'ladi. To'g'rimi? Shayton deysiz. Shayton liniyka borda, shayton deyiladi. Mana bu sal yaqinroq chizaveray. Hozir yerda joy qolmayapti. Ular bu yog'iga suv quyilibdi. Mana bu yerda simob qancha balandlikka ko'tarilgan degan, mana shuni so'rayapti. Mana shuni so'rayapti. Mana chizay. Qancha balandlikka ko'tarilgan. O'zi mana bu yerda turadi, bunda ko'tarilib qolyaptimi bu yoqqa? Nima hisobiga? Mana bu yerga suv quyilgan hisobiga ko'tarilyapti. Tushunarli? Buni zichligi ρ1, buni zichligi ρ2 deyman. Hozircha bu yerda faqat ρ2 bor edi. Endi ρ1, ρ2 bo'lib ikki xil bo'lib qoldi. Ikkita suyuqlik yo'q qoldi, ikkita tomon. Xo'p, suyuqlikning massasi berilgan ekan 204 gram. Yerda suvning massasi. Endi 204 gram. Tushunlaringmi chizmani? Ishlaymiz. Tutash idish formulasiga ko'ra mana bu joyi mana qizil rang aralashtiraydi. Mana bu joyi tarozi pallasi sifatida aytadimi nazariyada? Qizil chizgan liniyani tarozi pallasi sifatida tasavvur qilasizlar degandim. Mana bu yerda suyuqlikning massasini bu yerda suyuqlikning massasiga tenglasizlar deb aytdim. To'g'ri? Mana bu yerda suyuqlikning massasini, ya'ni suvning massasini, suvning massasi ham bir, bu yoqdagi simobning massasi M2 bo'ladi. Tarozi pallasi deb ikkita tomonda bir xil yuk turibdi deb tushunarli? Keyin shu yerdan qanaqa formula kelib chiqdi? R1S1 H1 R2 S2 H2 kelib chiqdi. Xo'p. Qaranglar, nima ishlar qilaman.
Bilgan narsalarni yozib chiqay, qo'yib chiqay mana. R1 nima ayting? Simobni zichligi, R1 suvda zichligi 1 gram taqsim santimetr kub. Ming qilmaydi. Tushunarlimi? Simobniki 13600 dedim boya, bu 13.6 gram taqsim santimetr kub bo'ladi. Shularni olib kelib qo'yaman. Bu yerga birda olib kelaman. Hisoblayman endi dashi bu. Birda olib kelaman. S1 ga 10 da olib kelaman. H1 da bilmayman. R2 13.6 5 H2. Hop 10 ga bo'lib olar ekan menda. 13.6 ni 2 ga bo'lib olaman uni. Mana. 2 bo'laman hisoblasam? 13.6 ni 2 ga bo'laman bu. Necha bo'ladi? Xo'p, 6.5 ga 0 qo'shsak necha? 608 mi? 608 H 2 degan kelib chiqdi. Hozir kerak bo'lib qoladi bunisi. Endi yana bitta nazariyadan foydalanaman. Mana bu yerda qancha hajmli sinob qilsa, bu yerda shuncha hajmli sinob ko'tariladi deb aytiladi. Tushunarlimi? Tushuntira oldimmi? Mana bu yerdagi hajmni V, bu yerdagi hajm ham V. Mana shu nazariyadan foydalaniladi. Ya'ni V Xo'p. Mana bu yer H 1, mana bu yerda H1. Bu yoq nima? H 2. Xo'p. Mana bu yerda balandlik yo'q bizda. Ha, bu balandlik bor. Qaranglar, mana bu balandlik bor. Bu balandlikni hamda qilib olaydi buni, bunaqasiga. Mana bu yerda balandlikni bor bizda bu balandlik. Nima ayting? Qaranglar. Mana bu yerda balandlik chizmaga yaxshilab qaranglar. H2 dan H tayyorganimizga teng. Mana H2 dan H tayyorsak bu qoladi. H2 dan H ayirsak bu qoladi. Tushunyapsizlarmi? Hammangga e'tibor qaratyapman. Tushunarlimi jo'jayin? Chunki mana balandlikda mana izlayotganimiz. Tushunarlimi? Hozirda 21, 22 balandlik deb boshqa sonlar bilan belgilab turib, mana bu 21 balandlik yoki 22 balandlik. Xullas tushunarlimi? Mana bu yerdagi balandlik H2 ayrilgan H. H2 ayrilgan H. Biz H ni izlayapmiz bolalar. Nima izlayotganimizni eslaydan chiqib ketmasin. H izlanyapti misolda. Xo'p, mana bu yerdagi hajm V1 deb turaylik mayli. Bu yerdagi hajm V2. V1 bilan V2 ni tenglashim kerak deb aytyapman. V1 nimaga teng? Asos yuzi ko'paygan balandlik bo'ladi. Asos yuzi nima? Mana bu yerdagi asos yuzi nima? S1-ku 10 ga teng to'g'ri. Formulasini aytinglar. Birinchi formula bo'yicha aytinglar. S1 ga teng debdi. Ha, S1 ko'paygan nima bo'ladi? Balandlik bo'ladi. H2 minus H. Tushunarlimi? Bu V1 hajm. Endi V2 hajm. Mana bu yerda V2 hajm. Bu hajmi biz izlayotgan hajmi bu? Biz izlayotgan. S2 ko'paygan H bo'ladi. Tushunyapsizlar-a? S2 ko'paygan H bo'ladi. S1 o'rniga qo'rqmasdan 10 da olib kelamiz, S2 o'rniga 5 da olib kelamiz. Olib keling. 10 H2 minus H. Ana S2 ko'paytirilgan H1 bo'lmaydimi? Chunki anda H2 dan H1larni qo'shadi-ku. To'g'ri? H2 dan H1 da ayirmadik. H2 dan H ni ayirdik. H2 dan H ayirsak mana balandlik qoladi. Bu mana izlayotgan joyimiz. Tushunarlimi? Xo'p, S2 o'rniga 5 da olib kelamiz. H bo'ladi.
Bu qisqaradi 2 bo'ladi, to'g'rimi? 2 bo'ladi. Endi bu yerda mana bunaqa narsa kelib chiqyapti. Buni ham yozib qo'yaveramiz mana bu yerga. Ikkita h2 ga bo'lib yuborak 0,5 bo'ladi bu yoqda. 5 ni 10 ga bo'lakda 0,5 bo'ladi. H ham olib o'tak. H2 1,5 ta h bo'lib qolar ekan. Tushunarlimi? Bu ham hozir asqatib qoladi nimagadir. Tushunyapsizlar? Shunaqa topib ketilaveradi chizmaga qarab. Endi mana bu yerdagi suvning massasini izlaymiz. Mana H1 ku suvning balandligi. Shu yerda M1 deyapti. Suvning massasi suvning zichligi ko'paygan hajmiga teng. Suvning hajmi asosiy yuzasi ko'paygan balandlikka teng. To'g'rimi? Mana shu yerdan H1 ni qo'rqmasdan topa olaman. H1 teng bo'ladi. M1 bo'lingan ρ1 ko'paygan S1 topamiz. M1 nechiga teng? 204 gram. 204 gramni olib kelib qo'yaman. 24 var. Yo'q, gramda ishlayveramiz. ρ1 10 var. Ana 1 gram oladi. ρ1 1 gram taqsim santimetr kub. Zichlik ko'p. S1 nimaga teng? 10 santimetr kvadrat. Tushunarlimi? Xo'p, men sizlarga bekorga bu narsani yozayotganim yo'q. Mana gram bilan gram ketadi, santimetr kvadrat bilan santimetr kubni kubi ketadi-da, santimetr o'zi qoladi. Tepa chiqib ketib qoladi. 204 ni 10 ga bo'lib qo'yasizlar bo'ldi. Nechi bo'ladi? 24 santimetr bo'lib qoladi. Tushunyapsizlarmi? O'zingizlarni qiynab qo'yasizlar-da hozir o'tkazsalar. Bir xil o'tkazmaslik ham talab qilinadi-da. Hisob kitobda o'tkazmasdan asosiy birlikka. Demak 224 chiqdi H1 ham. Bu yerga 24 qo'ysam H2 ni topaman. H2 ni topsam H topaman. Tushunarlimi? Bekorga men har bitta qadamni tortib chiqmadim. H ni H2 bo'lingan 1,5 qilaman bo'ldi. Mana bu yerda H1 ni topaylik, teng deb hisoblab ketaveramiz. 608 H1 to'xtanglar, H2 ni topishim kerak. Mana bu yerdan H1 topaylik mana. H1 ya H2 H1 bo'lingan 608. 24 ni 608 ga bo'laman. 3 chiqadi. 24 santimetr 608 ni o'ziga bo'lyapman. 3,4 santimetr chiqadi. 3,4 santimetr 1,5 ga bo'laman. Shunaqa bo'lyaptimi? 3,4 bo'ladi. Aldamadingmi? 608. Ha, bo'pti, 3,4 to'g'ri. 3 o'zi 3 emas. 3 bo'ladi. Ha, 3 ta o'zi bo'ladi. Aytdim, cho'ta mana 3 ta 1,5 ga bo'lsa bo'ladi, lekin 3,4 1,5 ga bo'lmaydi. 3 ta 1,5 ga bo'lsa ne chiqadi? 2 santimetr chiqadi. Ana. Simov 2 santimetrga ko'tarilar ekan. Ana qarang. santimetr. Bunday ko'tar. Tushunarlimi? Qiyinligi u ichida eng qiyin savol shu deb aytdim, bekorga emas. 10 ni 5 ga bo'lmasak Simov suv quyilganda pastga tushib, bu yoqqa ko'tariladi. 2 santimetrga ko'tarilar ekan. Chizmada shunaqa bo'lyapti-da mana. Qancha hajmga siqilsa, shuncha hajmga ko'tariladi. Bu birinchi qoida, hajm saqlanishi. Tushunyapsizlar? Mana asosiy misolda ishlashdagi asosiy ideya M1 M2 ga teng. Bu birinchi ideya. Ikkinchi ideya V1 V2. Tushunlaring? M1 M2 nima? Tarozi pallasidagi massalar teng. Har xil yuza bo'lsa, shunaqa topasizlar dedim. Tutash idishlar formulasini. Shunda mana bu formula chiqib kelyapti. V1 V2 nimaga teng? Qancha hajmli simov siqilsa, shuncha hajmli simov ko'tariladi bo'ladi.
Shularga bir nimada ko'rsatsam bo'lar ekanda sizlarga. Animatsiya. Yo'q, hayotda qilsa bo'ladi. Katta shpris bor, 10lik. Keyin 2lik shpris bor. Yuzasi 2 xil ikkitasini. Buni ko'proq bossa ozgina ko'tariladi katta shpris. Tushunyapsizlarmi? Ishni o'ylasang shunaqa bo'ladi. Bunday kapinitsan nimasini ulab olamiz. Shlankasi bilan tutash idish bo'ladi bular. Bu